Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bizda yana bir Matiz avtomobili sotuvga qo'yildi. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Matizimiz Best. Metan uстановка qilingan, 137 ming kilometr yurgan. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Balonlari o'rtacha ahvolda bo'lsa bo'ladi. $3000 narx qo'yildi. Albatta kelishilgan narxlarda sotiladi. Minishga tayyor, hozircha chiqimi yo'q. Mashinamizda 25-30% kraskasi bor. Shu yonlarida, eshik pasroqlarida. Lekin oldi, orqasi butun. Bunaqa qattiq kalta yemagan. Kimgadir shunaqa holatdagi Matiz avtomobili zarur bo'lsa, olib bilaman deb yurgan aka-ukalar bo'lsa, raqam qoldiramiz. Aloqaga chiqib, bemalol savdolashib, xarid qilishingiz mumkin.